19. bab. İsraillar Mısırdan çıkıp, dәл 2 ay болған күні Sinay çölüge yetip gelip, Sinay teği bağırda çedir tikdi. Ula Rafidimden yolga çıkıp, bu yege kegen idi. Musa, Xudanın huzurda boluşu üçün taqı çıktı. Perverdigar tağdın Musaga caranlık avazda mundaq dedi. Yaqub'nun evlatları bolğan İsraillarga munu sözlerimni aytqın. Sizlar men Perverdigarning Misrliklarni qandaq bir taraf qilganligini ko'rdinglar. Men xuddi onu burkut bollarni dumbisiga mindirib elib yurgandek sizlarni yenimga elib keldim. Şuna agar sizlar menga itoat qilib ahdamga amal qilsanglar, nurg'unlagan xalqlar orasidan sizlarni menga mansub qimmatlik xalq qilaman. Chunki bütün dünya menga tava. Sizlar mening podshohligimning ruhoniyleri ve menga atalgan xalq bo'lasizlar. Yuqorqi so'zlarimni İsraillarga yetkizib qo'yg'in. Bunun bilan Musa tağdan tushib, xalq ichidagi oqsoqollarni yig'ib, Perverdigar uningga buyurgan so'zlarni ularga yetkizdi. Ular birdek, biz cho'qim Perverdigarning degini bo'yicha ish ko'ramiz, dedi. Musa taq chiqib, ularning javobini Perverdigarga yetkizdi. Perverdigar Musaga, men qo'yiq bulut ichida sening yeningga kelaman. Sening bilan qilishgan suhbatimizni xalq anglab turdi. Shuning bilan ular har doim sana ishinadi, dedi. Musa İsraillarning javobini Perverdigarga yetkizgandan keyin Perverdigar uningga, sen xalqning yeniga berib, ularni bugun va ata o'zlarini menga atab kiyim-kechaklarini tozalashga chaqir. O'gunlikcha hamma tayyorlikni putkizsin. Chunki o kuni men İsrail xalqining ko'z oldidala Sinay teg'iga tushiman. Biroq sen tog'ning atrofiga o'tishga bo'lmaydigan chegara belgilab, ularga taqqa chiqmaslikni, hatto tog'ning bag'rig'imi yaqin kelmaslikni aytqin. Kimda kim bu taqqa bir qadam bassa, o'limga mahkum qilinsin. Undaq odamlarga qo'l tekizilmay, ular yo chalma kesak qilinib, yoki o'qya bilan etib o'ltirilsin. Buningga xiloflik qilganlar mayli odam yoki chorva mol bo'lishidan qat'iy nazar tirik qoldirilmasin. Faqat Kanay uzoqroq chilingandilar, ondan xaloyiq tog' bag'riga kelsin, dedi. Musa tog'dan tushib, xalqning poklanib, kiyim-kechaklarini yuyishni buyurdi. Musa ularga, o'gunlikcha hamma tariqlarni putkizinglar, ayollarga yaqinlashmanglar, dedi. 3. kuni atiganda havo guldirlab, chaqmoq chiqib, tog'da bir parcha qo'yiq bulut paydo bo'ldi. Kanayning qattiq nari ovozi anglandi. Qarag'oqdagilar buni anglab qo'rqib, titrishib ketdi. Musa ularni qarag'oqdan boshlab chiqib, Xudoning oldiga hozir qildi. Ular tog'ning tuvida o'rturishdi. Bütün Sinay teg'ini istuta qopildi. Chunki Perverdigar u yerga o't ichida tushgan edi. Bu istutak xumdonning tutuniga o'xshatdi. Bütün tog' qattiq tavrab ketdi. Bu chaqda Kanayning ovozi bag'on siri kuchaydi. Musa so'z qildi. Xudo uningga guldir mama bilan javob qaytardi. Perverdigar tog'ning cho'qqisiga tushib, Musoni taqqa chiqishga chaqirdi. Musa taqqa chiqdi. Perverdigar uningga, sen tog'dan tushib, xaloyiqni ogohlantir.
çegirdin halqib, meni kögili kəmisun. Bo'lmasa ular halak boludu. Men üçün xizmat qildigan ruhoniylarmu o'zini bana atap bolup, ondan xizmetimde bo'lsin. Bo'lmasa ularni halak qilaman, dedi. Musa Parvardigorga, xalq bu yerga chiqolmaydi. Chunki sen bizning bu tog'ni muqaddas tog' deb atishimizni va tog'ning atrofiga chegara belgishimizni buyurgan eding, dedi. Parvardigor Musaga, sen tushib Harunni boshlab kelive. Lekin ruhoniylar bilan xaloyiq chegirdan halqib bu yerga chiqmasin. Bo'lmasa men ularni jazolayman, dedi. Şunun bilan Musa tağdan tushib, xaloyiqning yeniga berib, Parvardigorning so'zini ularga yetkizdi.